Surat asli nurni siyratdan olib, siyrat esa ilmu hikmatdan olib, odamdan ezgulik, muhabbat qolur. Saodat sayliga savob kerakdir, ko'ngilning mayiga kitob kerakdir. Kitob dil bog'ida gulning rangidir, kitob otash ichra dilning rangidir. U qalbning kamoli aql jangidir. Ko'kni ko'zlaganga kitob kerakdir, o'zni izlaganga kitob kerakdir. Men ish jarayonimda shunday hodisaga duch keldimki, bir yangi kitobxon tashrif buyurdi va suhbatimiz davomida menga shunday savol berdi. Meni qiziqtirayotgan bir savol bor. Javob bera olasizmi? deya o'rtaga savol tashladi. Xo'p, mana siz kutubxonachisiz. Hozirgi zamonda hammayoq axborot jihozlari bilan ta'minlangan, kutubxonalardan tashkil etilgan. Mana sizning kutubxonangiz ham axborotlashtirilib, raqamlashtirish orqali rivojlanib bormoqda. Meni qiziqtirgan narsa shuki, bu kutubxonaning kelajagi bormi yoki shu savolimga sizning fikringizni bilmoqchiman degan savol berdi. Va men o'ylab turib, bu kitobxonning savoliga shunday javob berdim. Ish jarayonimdan kelib chiqib shuni ta'kidlaymanki, haqiqatan ham har bir sohaga axborot texnologiyalari kirib bordi. Shu jumladan bizning kutubxonamizga ham. Albatta, hozirgi kunda axborotlashtirilgan tizim orqali siz o'zingiz xohlagan ma'lumotingizni tezlik bilan topishingiz, unga ega bo'lishingiz mumkin. Ammo shunday vaqtlar keladiki, Amerika, Germaniya, Yaponiya kabi rivojlangan davlatlar singari bizning ham kutubxonalarimiz virtual kutubxonalarga aylantiriladi. Siz o'zingiz xohlagan asaringizni o'sha virtual kutubxonalardan topishingiz, ko'z bilan ko'rishingiz, o'qishingiz mumkin, ammo qo'l bilan ishlay olmaysiz. Asar qahramonining hayajoni-yu quvonchlarini his qilish siz uchun qiyin bo'ladi. Aksincha, siz an'anaviy kitoblardan olib uni mutolaa qilsangiz, asar qahramoni bilan birga yashaysiz. Uning dardini his qila olasiz. Mana an'anaviy kutubxonaning afzallik tomoni. Nima uchun kutubxonaning yoki kutubxonachilik kasbining kelajagi bo'lmasligi mumkin? Axborot texnologiyalari uzoq 100 yillik tarixga ega bo'lishi mumkin, ammo kutubxonalar 5000 yillik tarixga ega ekanligini unutmasligimiz va bundan keyin ham tobora rivojlanishiga ishonaman. Men kutubxonachilik kasbini egallab turganimdan faxrlanaman.